Ularning ichidagi maqsadini bilmayman-ku, lekin kesagingda gakopda senga necha marta aytdim. Mana shu turqi sovuqni o'zingga yaqinlashtirmagin. Vaqtida menga kerak edi. Hozir zamon o'zgaryapti-yu, hech o'zgarmayapti. Jamshid qayoqda? Ertalabdan beri ko'rganim yo'q. Maishat qilib yurgandir-da. Maishat deb hammani buzding. Endi sallani bichib qo'yishim qoldi. Endi erkaklar bilan ishlagandan keyin Nima? sen meni o'sha so'tay bilan qilyapsanmi? Menga qara, sen dallollik qilaman deb o'zingni urintirma. Pul yig'ishni bilgan odam egasiga qanaqa qilib topshirishni ham juda yaxshi biladi. Tabibni o'shandagi muomalasini ko'rganingda edi, uni o'zini otib tashlagan bo'larding. Tag'na men unga rahim qildim. Men qara, o bola, ikki qulog'ingga qo'yib ol. Men xo'p deganlarni yaxshi ko'raman. Meni bitta kasalim bor. Kim mendan sir yashirsa, tutqanog'im tutib chatoq bo'ladi. Tuxum bosib o'tiraverasanmi? Ish bo'lsa ayting. Ish bor, lekin buni bergan ham Mahmud akaga ham bilmasligi kerak. Uchalamiz o'tirib bir gaplashib olmasak bo'lmaydi. Nimaga beka? Sen Haydar akangni bilmaysan. Bir ish qilganingni bo'lsam, mendan xafa bo'lma. Tushundingizmi? Bir donishmand ro'parangdan ilon bilan haqgo'y chiqib qolsa, avval haqgo'yni o'ldir degan ekan. Kimni ko'rgansan deb so'rayapman sendan. Asadbek akammi? Kasallari jiddiy. O'pkalarda rak. Bekitning o'shin dardini mendan yashirdi ekan. Bu sirni Mahmud biladi. Qiziq. Asad kasali og'ir, tuzalishi qiyin bo'lgan kasallik. Akmush. Bekni eng yaqin sirdoshi Mahmud fikri buzuq bolani. Bekni joyini egallamoqchi. Angri, это я, Хайдар. Чего? Какой еще Хайдар? Близкий друг Асада. Я не знаю никакого Хайдара. Я имею дело только с Махмудом. Ты понял?